Qadrli yurtdoshlar, bugun oliygohlarda o'qiyotgan qizlarimiz soni 904 mingdan oshib, jami talabalarning 54%ni tashkil etmoqda. O'tgan yili 60 nafar qizimiz dunyodagi eng nufuzli oliygohlarga o'qishga kirgani albatta barchamizni quvontiradi. Stajyor tadqiqotchilar va doktoranturada tahsil olayotganlarning 8,5 ming nafari, ya'ni 61%ni xotin-qizlar tashkil qilayotgani e'tiborlidir. Bugungi tadbirimizda qatnashayotgan qizlarimiz Kegeyli tumanidan Indira Satniyazova, Buxorolik Vazira Fayzullayeva, Navoiylik Mashhura Qudratovaning xalqaro fan olimpiadalarida erishgan yutuqlari albatta bizni juda xursand qiladi. Bir qator xalqaro startap tanlovi g'olibi bo'lgan buvaydalik Dilafruz Jo'raboyeva nufuzli Microsoft kompaniyasining O'zbekistondagi elchi sifatida tan olingani ham alohida e'tirofga munosib. Yangi o'quv yilidan boshlab ehtiyojmand oilalardagi ayollarimiz uchun davlat granti kvotasini 2 karra oshirib 4 mingtaga yetkazamiz. Top 300 talikdagi oliygohlar bilan qo'shma ta'lim asosida magistratura bosqichida ta'lim olayotgan talaba qizlarning kontrakt pullari ham davlat tomonidan to'lab beriladi. Endi har yili xotin-qizlarning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash uchun kamida 10 ta yo'nalish bo'yicha startap tanlovlari alohida xotin-qizlar uchun o'tkaziladi. Bunda har bir yo'nalish g'olibiga innovatsiya jamg'armasidan 500 million so'mgacha grant beramiz. Maktablarning 11-sinfni bitirib davlat texnikumlariga kirgan qizlarni kasbga o'qitish to'liq davlat granti asosida bo'ladi. O'ylaymanki, bu tashabbuslar xotin-qizlarimiz uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochib beradi.